Assalomu alaykum. Bugun biz yoshlar qalbida vatanga sadoqat, muhabbat va jasorat tuyg'ularini uyg'unlashtirayotgan Jasorat maktablari haqida so'z yuritamiz. Bu maskan kelajak himoyachilarini tarbiyalaydigan, intizom va mas'uliyat ustuvor bo'lgan tarbiya o'chog'idir. Zero vatanga sadoqat eng oliy burchdir. Bugun vatanimizda yosh avlod tarbiyasi davlat siyosati darajasiga ko'tarilgan. Chunki ertangi kun yurt tinchligi va taraqqiyoti bugungi yoshlar qanday tarbiya olayotganiga bevosita bog'liq. Ana shu mas'uliyatli vazifa yo'lida yurtimiz bo'ylab jasorat sinflari tashkil etilib, faoliyat olib bormoqda. Xususan, Xiva tumani 3-son umumta'lim maktabi negizida tashkil etilgan jasorat sinflari ham bunga misol. Ayni paytda bu sinflarda jami 26 nafar o'quvchi tahsil olib, bilim va tarbiyani uyg'un holda egallamoqda. Jasorat sinflari bu shunchaki ta'lim emas, bu vatanga sadoqat, intizom va iroda maktabidir. Bizning Xiva tumani 3-son o'rta ta'lim maktabida jami 650 nafar o'quvchi yoshlar ta'lim-tarbiya olib kelmoqda. 2024-yili prezidentimiz tashabbusi bilan tashkil qilingan jasorat maktablarini tashkil qilish tashabbus ilgari surildi. Shu tashabbus doirasida bizni 3-son o'rta ta'lim maktabida Xiva tumanidagi jami maktablardan shu o'quvchilarni tanlov asosida, maxsus tanlov asosida jasorat sinfiga qabul qilish jarayoni boshlandi. Bu birinchi bosqichi shu amaliy jismoniy tayyorgarlik va keyingisi imtihon natijalariga ko'ra 26 nafar o'quvchilar tanlov asosida qabul qilindi. Hozirgi kunda shu 26 nafar o'quvchi bizning maktabimizda maxsus tayyorlangan o'quv sinfida va maxsus jihozlangan darsxonalarda dars jarayonlarida mashg'ulotlarni olib bormoqda. Bu prezidentimiz tashabbusi bilan tashkil qilingan jasorat sinfini afzalliklari albatta yoshlarni vatanparvar ruhida tarbiyalash, bundan tashqari yoshlarimizni kelajakda o'z hayot yo'lini oldindan tanlash imkoniyatini beradi va ular kelajakdagi oliy harbiy bilim yurtlariga kirishda u yerdagi ta'lim jarayonini oldindan tayyor bo'lish imkoniyatiga ham ega bo'ladilar. Bu yerda ta'lim-tarbiya jarayonida. Bundan tashqari o'zimizni maktabimiz uchun ham juda yaxshi imkoniyatlar yaratilmoqda. Shu jasorat sinfi kesimida o'quv jarayonlari chuqurlashtirilgan holda o'tiladi. Shu aynan jasorat sinfiga matematika, ingliz tili, jismoniy tarbiya fanlari chuqurlashtirilgan holda o'tkaziladi. Mazkur jasorat sinflarini tashkil etishdan asosiy maqsad yoshlarni vatanga muhabbat ruhida tarbiyalash, ularni jismonan chiniqqan, ma'naviy yetuk, mas'uliyatli va qat'iyatli shaxs etib voyaga yetkazishdir. Bu sinflarda o'quvchilarga har bir dars, har bir mashg'ulot orqali bitta muhim tushuncha singdiriladi. Vatan muqaddas, unga xizmat qilish esa sharafdir. O'quvchilar nafaqat bilim oladi, balki jamoada ishlash, qoidalarga amal qilish, o'zini tuta bilish kabi hayotiy ko'nikmalarni ham o'zlashtiradi. Saf mashqlari jasorat sinflarining muhim tarkibiy qismidir. Safda yurish, buyruqlarni aniq bajarish, bir maromda harakatlanish o'quvchilarda yuqori intizomni shakllantiradi. Bu mashg'ulotlar orqali yoshlar tartibga rioya qilish, jamoaga bo'ysunish, mas'uliyatni his etish kabi fazilatlarni o'zida tarbiyalaydi. Saf mashqlari yoshlarning nafaqat tashqi ko'rinishini, balki ichki dunyosini ham mustahkamlaydi.
Jasorat sinflarida o'tkaziladigan qo'l jangi mashg'ulotlari yoshlar uchun katta ahamiyatga ega. Bu mashg'ulotlar orqali o'quvchilar o'zini himoya qilish, xavfli vaziyatlarda to'g'ri harakat qilishni o'rganadi. Qo'l jangi darslari faqat kuch ishlatishga emas, balki tezkor fikrlash, vaziyatni baholash, o'zini nazorat qilish ko'nikmalarini shakllantirishga qaratilgan. Mashg'ulotlar malakali ustozlar tomonidan xavfsizlik qoidalariga qat'iy amal qilgan holda olib boriladi. Hozirgi paytda tuman va respublikalarda 208 ta jasorat maktabi bo'lib, o'shalarda har bir sinfda 26 ta o'quvchi bor. Ular belgilangan fanlarda, ya'ni ingliz tili, robototexnika, avtomat bilan safda yurish, saf elementlarini bajarish to'garaklari bilan hozirgi paytda bo'sh vaqtini unumli o'tkazishadi. Bunday sharoitlardan unumli foydalanyapmiz, chunki bizga ishlash ham osonroq bo'ldi. Chunki bu yerda o'quv moddiy baza yanada mukammallashtirildi. Oldinga qaraganda juda ham qurollarimiz, mana hozir saf maydonlari juda ham yaxshi darajada. Hozir bu yerda biz bolalarni mashg'ulotlar, ya'ni qo'l jangi bo'yicha mashg'ulotlar tayyorgarlik ko'rishyapti. Mana bularni hammasini o'zim tayyorlaganman, ya'ni kelgusida o'zini himoya qilib bilish uchun, o'z vatanini himoya qilish uchun bu bizga juda ham aks qotadi. Bu yerda hozir bularda oldin bunday sharoitlar bo'lmagan. Bu sharoitlardan bular ham juda ham xursand va a'lo kayfiyatda bular o'z faoliyatlarini olib borishyapti. Ya'ni to'garaklarni mukammallashtirib o'rgatilyapti bularga. Qolgan sinflarga qaraganda jasorat sinflari kelgusida oliy harbiy bilimlariga va o'zini vatanini himoya qilishga juda ham qattiq bel moylaganlar. Biz ham bu yerda to'xtab turmaymiz. Yurtboshimizga va'da beramiz. O'zbekistonni buyuk, sodiq farzandlari bo'lib yetishishga va'da beramiz bular. Bu yerda hozir bularda robototexnikamiz bor. Ya'ni bu yerda qanday texnikadan foydalanish kerak, ITlarimiz bor, masalan, kompyuterdan qanday foydalanish kerak. Ular hammasi chuqurlashtirib o'rgatilyapti hozir. Keyingi jasorat sinfi ham tashkillashtirish jarayonida hozirgi paytda, ya'ni bular 6-sinfga o'tadi, kelgusi 4-sinf bilan 5-sinfga o'tib, ya'ni yangi jasorat sinfi ular ham xuddi shu holatda qabul qilinadi. Ya'ni jismoniy tayyorgarlik, ona tili va matematikalarni misollarni ishlagan holatda yana bitta qabul qilib olamiz. Bular birinchi navbatda vatanparvar bo'lib yetishadilar, chunki bu yerda o'tilayotgan narsalarimiz vatanni sevish, vatan o'zi nima, oila nima, hammasi batafsil yetkazib kelinyapti bularga. Jasorat sinflarida jismoniy tayyorgarlik mashg'ulotlariga alohida e'tibor qaratilgan. Har kuni belgilangan reja asosida o'tkaziladigan mashqlar o'quvchilarning sog'lom, chaqqon va bardam bo'lib voyaga yetishiga xizmat qiladi. Yugurish, kuch mashqlari, umumrivojlantiruvchi mashg'ulotlar orqali o'quvchilar o'z imkoniyatlarini sinab ko'radi. Bu jarayonda ular sabr, bardoshlilik, o'z ustida ishlash kabi muhim fazilatlarni egallaydi. Zero jismonan baquvvat avlod vatan tayanchidir. Menga kitob o'qish, sport zalida mashg'ulotlar qilish juda ham yoqadi. Menga jismoniy mashg'ulotlar sog'ligimga va tezligimga yaxshi ta'sir qilyapti. Bu maktab menga bilimli, sadoqatli mard farzand bo'lishni o'rgatyapti. Kelajakdagi maqsadim prezidentimga, vatanimga bilimli, sadoqatli mard farzand bo'lish. Bugungi kunda vatanga xizmat qilish faqat jismoniy kuch bilan emas, balki bilim va tafakkur bilan ham bog'liq. Shu bois jasorat sinflarida yoshlarning intellektual salohiyatini rivojlantirishga ham alohida e'tibor qaratilmoqda. Xususan, zamonaviy axborot texnologiyalari bilan jihozlangan maxsus o'quv xonasida o'quvchilar uchun chuqurlashtirilgan darslar tashkil etilgan. Bu mashg'ulotlarda yoshlar kompyuter savodxonligi, axborot bilan ishlash madaniyati hamda zamonaviy texnologiyalar asosini o'zlashtirmoqda. Mana bugun biz jasorat sinfi o'quvchilariga o'tgan chorakda Paint dasturi, rasm tayyorlash, chizma tayyorlash kabi dasturlarni o'tgan edik. Ana bu chorakda esa Microsoft Excel dasturi bo'yicha diagrammalar yaratish yoki bo'lmasa undan foydalanish mavzusi bo'yicha dars mashg'ulotlarini olib boryapmiz. Bilamizki, hozirgi kunda 21-asr texnologiya asri, har bir sohada
texnologiya, ya'ni axborot texnologiya vositalaridan foydalanish jadallik bilan rivojlanib bormoqda. Mana yaqin orada o'tgan aholini ro'yxatga olish ishlarida ham axborot texnologiyalaridan foydalanish ancha kunlik dolzarb mavzuga aylandi. Shu yoshlarimiz kelajakda vatanparvarlik ruhida tarbiyalash yo'li bilan birgalikda mana shu texnologiyalarni ham sira-siralarini o'rganishsa, albatta yetuk qodir bo'lib yetishadi deb o'ylaymiz. Bu nima uchun kerak? Bu jahon standarti, ya'ni dunyo mamlakatlari, rivojlangan mamlakatlar ichida IT yo'nalishi bo'yicha ham mana shu jasorat sinfi o'quvchilarimizni yetakchi o'rinlarda turishini ta'minlaydi deb o'ylaymiz. Bundan tashqari, harbiy texnika vositalarini ishlatganda albatta informatsion ma'lumotlarni tahlil qilganda ana shu kompyuter texnologiyalaridan foydalanish yoki bo'lmasa dasturiy ta'minotlarni 100% to'liq ishlatishda mana shu mavzular rol o'ynaydi deb o'ylaymiz. Bundan tashqari, harbiy sohamizda ham kompyuter texnologiyalaridan, ularni yetakchi bo'lgan dasturiy ta'minotlardan foydalanishda ham mana shu o'tib yurgan mavzularimiz qo'l keladi deb o'ylaymiz. Jasorat sinflarida o'quvchilar qurolni yig'ish va qismlarga ajratish bo'yicha dastlabki bilimlarga ega bo'ladi. Albatta bu mashg'ulotlar faqat o'quv uslubiy maqsadda xavfsizlik qoidalariga qat'iy rioya etilgan holda amalga oshiriladi. Bu darslar yoshlarning mas'uliyatini oshiradi, e'tiborini kuchaytiradi, harbiy amaliy bilimlarini boyitadi. O'quvchilar har bir buyumga ehtiyotkorlik bilan munosabatda bo'lishni o'rganadi. Orzum harbiy bo'lish. Aynan shu sababdan men vatanimni va prezidentimni, xalqimni himoya qilishga qasam ichdim. Bu yerda fanlarni chuqurroq o'rgatadi. Mana biz hozirda avtomat Kalashnikov avtomatini yig'ib sotishni o'rgandik. Men katta bo'lsam, vatanimga, xalqimga va prezidentimga, o'z vatanimga sodiq o'g'lon bo'lishga, vatanimni so'zsiz hamma joyda himoya qilib kelishga va'da beraman. Jasorat sinflarida o'tiladigan barcha fanlar va mashg'ulotlar vatanparvarlik ruhida olib boriladi. Ustozlar har bir mavzuni vatan, tinchlik va mas'uliyat tushunchalari bilan bog'lab tushuntiradi. Xiva tumani 3-son umumta'lim maktabi negizida tashkil etilgan jasorat sinflari bugun yoshlar tarbiyasida muhim o'rin tutmoqda. Bu yerda ta'lim olayotgan o'quvchilar nafaqat bilim, balki intizom, jasorat va vatanga sadoqatni hayotiy mezon sifatida qabul qilmoqda. Biz bu yerga kirish uchun matematika, ona tili, ingliz tili fanlaridan test topshirib, jismoniy tayyorgarliklardan o'tib bu yerga kirganmiz. Harbiy sohaga qiziqqanman, shuning uchun bu yerga kirganman. Mening kelajakdagi maqsadim xalqimga, prezidentimga, oilamga, O'zbekiston Respublikasiga sadoqat bilan xizmat qilish. Jasurlikda yo'qdir taraf, farzandim der sarbonlar, xizmat qilish deydi sharaf O'zbekiston posbonlari. O'zbekiston posbonlari. Bostonlarda kuylab kelgan el ertasi dostonlari, O'zbekiston posbonlari. O'zbekiston posbonlari. Sen o'zing sardori, himoyangda yoshqari, sergak turgin doimo O'zbekiston posbonlari. O'zbekiston posbonlari. Har bir mashg'ulot, har bir dars yoshlar qalbida bitta muqaddas tuyg'uni mustahkamlaydi. Bu vatanga muhabbatdir. Chunki vatanparvarlik so'zda emas, balki amalda, mas'uliyatda va fidoyilikda namoyon bo'ladi. Ana shunday jasoratli, bilimli va vatan taqdiriga befarq bo'lmagan yoshlar bor ekan, yurtimiz tinchligi va kelajagi ishonchli qo'llarda. Jasorat sinflarida tarbiya olayotgan avlod vatanimizning buguni va ertangi kuniga bo'lgan mustahkam ishonchidir. Jasorat maktabi yoshlarning o'ziga bo'lgan ishonchini oshirishda xizmat qiladi. Bu maktab bolalar, o'smirlar va qo'rqmasdan fikr bildirishni, o'z so'zini erkin aytishni o'rganadi.
Jasorat maktabi orqali yoshlar hayotiy qiyinchiliklarga tayyor bo'ladi. Muammolarni hal qilishda va mustaqil qaror qabul qilishda o'rganadi. Shuningdek, bu yerda jamoada ishlash, boshqalarni hurmat qilish va yetakchilik qobiliyatlarini rivojlantiradilar. Eng muhimi, Jasorat maktabi yoshlari faol, dadil, maqsadli inson bo'lib voyaga yetishga yordam beradi. Hozirgi paytda har xil to'garaklarda bolalarning qobiliyatlarini biz bitta ko'rib boryapmiz-da, kim qanday qobiliyatga ega, kimni qanday yo'nalishda yuborishimiz kerak, kimni qaysi oliy bilimlilarga yo'naltirimiz kerak, bularni bitta ko'rib, o'zlarining maqsadiga qarab yo'naltiryapmiz. Jasorat maktabini juda ham katta yutuq bo'ladi. Chin dildan harakat qilyapmiz, shu bolalarni vatanparvar, o'z yurtini sevadigan inson bo'lib yetishtirishga birinchi navbatda. Ikkinchi navbatda bular jismoniy holati, mana ruhiy holati bilan bitta shug'ullanyapmiz hozirgi paytda. Jasorat maktabi bu sharoitda kelgusida biz o'zimizni ko'rsatishga va'da beramiz, chunki Jasorat sinflari 208 ta bo'lib, o'shalardan hozirgi paytda saralanib olinganlari o'quvchilarimiz 26 xil bo'ladi. Chunki bularning hammasining xarakteri har xil, hammasiga har xil muomala qilishimiz kerak. Bu agarda nima deymiz, har bir pedagogni o'zini vazifasi bor, ya'ni ruhiy holati bilan ularga murojaat qilishni bilish kerak deb o'ylayman. Jasorat maktabida ta'lim olayotgan yoshlar vatanimiz kelajagining ishonchli kafolatidir. Ularning qat'iyati, intizomi va vatanga sadoqat bilan ta'lim olayotganini alohida e'tirof qilgan holda ko'rsatuvimizga ham yakun yasaymiz. Vatanparvar ko'rsatuvining keyingi sonlarida yana ko'rishguncha omon bo'ling.